Anus oqma yaralari. Bu nima? Anus oqma yaralari ichak-ichki teshik kanali bo'lib, ichak devori va to'qima bo'shlig'ida yallig'lanishli o'zgarishlar bilan xarakterlanadigan va teri orqali tashqariga ochiladigan jarayon hisoblanadi. Anus oqma yarasining asosiy ko'rinishi: anusda og'riq, shish, qizarish, qonli ajralmaning kelishi, yaraning tashqi teshigidan yiringli ajralmaning ajralib chiqishi bilan namoyon bo'ladi. Anus oqma yarasi yiring hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan yiring o'z-o'zidan chiqishi mumkin. Yiring ochilganda bemor o'z-o'zidan yengillikni his qiladi va yara tuzalib ketdi deb o'ylashni boshlaydi. Ammo bu yolg'on hissiyot. Anus oqma yarasi juda jiddiy kasallik bo'lib, har qanday vaziyatda ham uni o'tkazib yubormaslik kerak. Va nafaqat sog'liq uchun, balki hayot uchun ham o'ta xavflidir. O'z vaqtida davolanmagan anus oqma yarasi quyidagi asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Pararektal yiringning shakllanishi, yara atrofidagi to'qimalarning chandiqlanishi va anal kanal deformatsiyasi. Bu esa gaz va axlatni tutib tura olmaslikka olib kelishi mumkin. Anus devorlarining chandiqlanishi va anal yoriqlarining paydo bo'lishi, yaraning o'simtaga aylanishi. Agarda sizda yuqoridagi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, proktolog ko'rigiga kelishingiz kerak.